Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha. Toshkent Samara, Toshkent Orenburg, Toshkent Penza, Toshkent Rezan shaharlariga, Toshkent Mordovya shaharlariga, ukalar, opalar, singillar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli ishonchli avtobuslarda bemalol bexijolat ekrandagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib kelsanglar bo'laveradi. Ukalar, mana ko'rib turibsizlar, Abu Sahiy avtovokzaldan primoy reyslarimiz. Kimda kim shunaqa sifatli avtobusda Toshkent shahrining o'zidan Moskvaga, Sankt-Peterburgga to'g'ridan-to'g'ri davlat tomonidan qo'yilgan reyslarda ketmoqchi bo'lsa, mana avtobusimiz shart-sharoitlarini ko'rib turibsizlar. Avtobusimizning 50 ta sedinasi bor. Zaryadka uskunasi, kulleri hamda ikkita monitori 24 soat davomida ishlab turadi, hamda ishonch kameralarimiz 24 soat davomida xizmat qilib turadi. Tualet hamda mana zaryadga qo'yadigan joylarimiz ham bor ekan. Tanlovda adashmanglar. Sifatli ishonchli avtobuslarimiz Abu Sahiy avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri amalga oshayotgan reyslarimiz.